Manzilimiz juda ko'pchilik so'rashibdi. Manzilimiz okalar Namangan shahar, Shamshiboy bozorida okalar. Dastavkalarimiz kelishgan holatda bo'ladi. Dastavkalarimiz xudo xohlasa agar ko'proq yog'och oladigan bo'lsani, besplatniy qilib beraman. Zo'r bonuslarimiz ham bor. Xudo xohlasa pastdagi raqamlarga aloqa chiqaringizlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Shu videoga bir dona like bosib qo'yamiz okalar. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, biz kuzatuvchilarimiz. Bugun bizga mana yangi yuklar tushgan. Orqada lapshalar, oldida strapilalar. 4 metr, 6 metrli hamma razmerlar tushgan. Juda ko'pchilik baquvvat strapilar so'ragan bizdan. Baquvvat strapilarni ham kelib qo'ydik. Kichkina razmerda strapilalarimiz ham bor. Bo'lmasa biz mana shu o'rtadagi 14 ga to'rli strapilamizdan boshlaymiz. 14 ga to'r to'liq, uzunligi 6 metrli. Sifatlari zo'r, holatlari a'lo darajada. Narxi 129 ming so'm narx beramiz. Mana donasini sizlarga ko'rsatib qo'y. Bu yoqda mana donasi bor. Mana sifat xudo xolisi idealniy. Hijolat qilib qo'ymaydi. Sifat toza qarag'ay, Belarus. Bunisi anaqa emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Uzunligi 6 metrli. Toza qarag'ay, birinchi sort bo'ladi. Garbil sarbiri yo'q. Bu ham xuddi shundan bo'ladi. Uzunligi 6 metrli, bu ham 14 ga to'r, 129 ming so'm chiqadi. Buni 11 ligi ham bor. Mana 11 ligi. 11 ga to'r to'liq. 11 ga qalinligi to'r, uzunligi 6 metrli. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Buni ham hozir donasini ko'rsataman. Buni donasi ham o'sha joyimizda mana yonga tushirib qo'yganman. Juda sizlar ko'rishingiz uchun. Mana. Taxta o'ta zich okalar, o'ta zich taxtamiz. Haliga yumshoq yog'och emas, toza qarag'ay. Narxini buni okalar 99 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 6 metrli, 11 ga to'liq to'rli. 12 ga to'r deyishadi, ini chiqmadi, lekin qalinligi toza to'r chiqadi. 100% garantiya to'rligiga. Bu yerda 15 ga 5, uzunligi 4 metrli to'sinimiz ham kelgan. Hozir buni ham narxini aytib o'taman. Oldin sizlar ko'ringlar. Bu metrli toza lestova bo'ladi, uzunligi 4 metrli, ini 15, qalinligi 4 bo'ladi. 5 li bo'ladi. Buni to'rligi ham bor, hozir ko'rsatamiz. Bu 5 li, 15 ga 5, uzunligi 4 metrli. Hop, bu to'sinimizning narxini 126 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli, 15 ga 5, toza lestova bo'ladi okalar. Sifati mana okalar, sifat sizlarga. Mana 2 dona tushirib qo'yganman. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bunda ham hech qanaqa katta bitog'i yo'q. Birinchi sort, xudo xolos hijolat qildirib qo'ymaydi. Toza lestova. Sizlarga strapilani 4 metrligini endi ko'rsatib o'taman okalar. Bu yangi tushgan tovarimiz. Bu ham o'sha yangi tushgan. Narxini aytib o'taman. Bu to'liq 11 ga qalinligi okalar 36-37 suxoy strapila bo'ladi. Qup-quruq, anaqa emas, nima desa bo'ladi haliga. Pixta emas, yel emas, toza sasna, uzunligi 4 metrli. Mana pachkasi okalar. Taxta xudo xolisa o'ta sifatli, ko'rishingiz mumkin, oppoq chiroyli. Narxini buni 59 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metr, 59 ming so'm. Endi buni arzon varianti. Bu ham suxoy, 11 ga 3,5 deyishadi, lekin 3,5 chiqmaydi. Endi o'shanaqa 11 ga 3,5 ming so'm shu okalar. Narxi 56 ming so'mdan. Bu ham suxoy okalar. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Sifatlari xudo xolisi zo'r. Har qancha ob'yomda bor, ko'rishingiz mumkin. Bitta vagonni tushirib qo'yganmiz. Hop, bu 4 metrlilarni ko'rsatdim. Endi to'sinimiz ham bor, 18 ga 5. 18 ga 5, uzunligi 4 metrli. Mana sifatlari. Narxi 157 ming so'mdan qilib beramiz. 18 ga 5, uzunligi 4 metrli. Buni 4 metr, 5 metrligi bor. 15 ga 5imiz ham 4 metr, 5 metrligi bor. Xudo xolos telefon qilsani, ularning narxini aytib o'tamiz. Bu taxtalarimiz orqa tarafdan ko'rinishi okalar. 14 ga to'rlilarimiz, 6 metrlilarimiz. Bizda yana yo'g'orsa lapshalarimiz tunkan tegga, ya'ni nimaga ishlaydi deyishini mumkin. Laptaxta deydi ba'zi joylarda, shu tunkan tegga lapsha deydi. Bu tunkan tegga lapshamiz 8 ga 2, uzunligi 4 metrli, sifatlari zo'r, suxoy, strapila xudo xolisa hijolat qildirib qo'ymaydi. Narxi buni okalar 22 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli holati bo'ladi, suxoy. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham bitta vagonda tushgan. Bemalol telefon qilaverasizlar. 15 ga 5 mini so'yimiz. 15 ga 5 mini so'yimizni narxi 115 ming so'm qilib beramiz. Donasi yo'q ekan donasi. Mana pachkasini buzib beraman sizlarga. Mana yo'lning tarafdan ko'rinishi. Mana bitta. Xudo xolasa bu ham toza lestova, birinchi sort, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Bu sani ko'rtgan bo'lsani hamma taxtalarning qalinini ko'rsatma. Endi sekin
palovoyga ham o'tsa bo'ladi. Palovoy yog'ochlarimizdan 11 ga qalinligi 29 lik, uzunligi 4 metrlik, narxini 60 mingdan qilib beramiz. Zavodda yog'ochi, mana ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham xudo xolasa donali, qup-quruq, toza qarag'ay. Uzunligi 4 metrlik holatda bo'ladi. Sifatlariga 100% buni ham garantiya, birinchi sort. Mana yuzlari ko'rinishi, ichlarigacha garantiya beramiz. Xudo xolasa xijolat qildirib qo'ymadi. Narxini 60 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bu rossiyskiy rekamiz. Narxi buni 5,5 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bu ham suxoy. Mana shu puntimizni qalinligi 2,5 ligi, qalinligi ya'ni 23 qolgan resmisdagi, uzunligi 4 metrlik. Mana sifatini ko'rsizlar. Taxta allas okalar, taxta allas. Xudo xolasa bu taxtaga haliga gap so'z yo'q. Sifatlari zo'r. Narxi buni 50 ming so'm qilib beraman okalar. Qalinligi 23 qolgan, eni 11 dan o'shiq, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Narxi 50 ming so'mdan qilib beraman bunisini. Xo'p, bu yerda yana bitta shpuntum bor. 9 lik shpuntimiz, narxi 32 ming so'mdan zavod yog'ochi bo'ladi bu. 9 qolgan, qalinligi 2 qolgan, uzunligi 4 metrlik, narxi 30 ming so'm, 32 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, bu yerda 9 lik buni polga ishlatsani bo'ladi. O'chilmagan holatda 9 ga 2, uzunligi 4 metrlik, narxi 30 ming so'mdan. Bu 14,5 bozorda hamma sotgan strapilamiz bo'ladi. Uzunligi 6 metrlik, 14,5 ming so'm. Narxini o'ka bilani 110 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi mana 6 metrlik, sifatlari xudo xolasa ideal holatda bo'ladi. Bu yerda yana bitta shpuntum bor. Bu mana 584, 585, 586, 571-joy bizniki bemalol kelaversa, manzilimiz o'sha Namangan shaharida. Bu 11 lik palovoy yog'ochimiz bo'ladi. Mana sifatlari zo'r, buni ham holatlari a'lo darajada. Narxi 41 ming so'm okalar. Bu o'sha 11 ga qalinligi 1.9 qolgan, uzunligi 4 metrlik. Bu yerda mana 9 qolgan shpuntum ham bor. Buni arzonroq berib o'raman. Narxi buni chiqib qilib beray. 30 mingdan oling, mana 30 mingdan qilib beraman sizlarga. Uzunligi 4 metrlik, 9 ga 1.9 lik. Bu yerda mana yangi tushganim, bu yangi tushmagan, oldinroq tushgan 14 lik strapilamiz. Endi o'sha 13.6, 13.7 qalinligi 32, 33. Narxi 70 ming so'mdan qilib beramiz. 72 ming so'm chiqazganman, 70 ming so'mdan qilib qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqib. Bularni ham zakaz qilib olsani bo'ladi. Buni bemalol strapilga ishlatsani bo'ladi. Bu yerda 9 ligim bor, 41 ming so'mdan qilib beraman. 9 ga qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik, 41 ming so'mdan. Sifatlari mana ko'rib turibsizlar, bitta tarsovka bo'lganlar hisobiga sal xunukroq turibdi, lekin ichlari mana o'kaylar, ideal xudo xolasa. Bu shipr rekamiz bo'ladi. 4,5 ga 3,5, uzunligi 4 metrlik, narxi 5900 so'mdan qilib beraman. Mana sifatlari o'kaylar. Xudo xolasa sifati zo'r. Qo'lli rekamiz, ya'ni strapillarga qo'lga so'rashadi. Buni narxini o'kaylar sizlarga 7,5 mingdan qilib beraman. Manaqasi B6 pashta qalinligi 33-34 chiqadi. Bu yerda mana 4,5 ga 4 lik rekamizni 19 pachka qolgan. Narxini 6 mingdan berib o'raman. 7 ming so'm sotganman, 6 ming so'mdan berib o'ramiz. 9 lik strapilamiz, yana zavodniki 43 ming so'm chiqadi, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Hop, yana nima narsamiz bor? Oldidagi strapilamizni ko'rsatib qo'yamiz. Bozorda o'zi sotilayotgan 11,5 ming so'm strapilamiz. Narxi 55 ming so'mdan qilib beraman. Mana yon tarafdan ko'rinishi, mana tepasi tarafdan ko'rinishi, xudo xolasa narxi ham xudo xolasa xijolat qildirib qo'ymaydi. Bu ham o'sha pol suxoy, ozmozni ham bor. Narxi 55 ming so'mdan qilib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Rekamizni zavodi ham bor okalar. Rekani zavodi mana shunaqa bo'ladi. To'rt taraf bir xil, hamma joyi bir xil bo'ladi. Narxi 6 ming so'mdan 4,5 ga 3,5, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. 6 metrlik lapshamiz ham 110 tacha qolgan. 40 ming so'mdan berib o'raman. 8 ga 2, uzunligi 6 metrlik bo'ladi. Bu yerda mana 14 ga 3,5imiz 115 ming so'm, to'liq suxoy 6 metrlik, 11 ga 3,5imiz. Buni narxini o'kaylar sizlarga, xo'sh, 85 ming qilib beraman. Mana usini 82 ming qilib beraman. Bu 11 ga 3,5 ming so'm, bu 11 ga 3,5. 85 mingga 82 ming so'm qilib beramiz. Mana xudo xolasa ob'yomimiz yetarli. Baqvat strap so'ragan ukalarimizga ham bor yana. 11 dan o'sha qalinlik 3,5 suxoy strapilamiz, narxi 62 ming so'mdan qilib beramiz. Mana sifat. Mana pachkasi bo'ladi. 62 ming so'mdan qilib beraman. 14 ga 4 lik strapilamiz, uzunligi 4 metrlik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham baqvat strapilamiz, narxi buni 78 ming qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik holatda. Bu ham har qancha ob'yomlar bor. O'zimiz ko'ki bor aybi shu. Toza qarag'ay.
Bu 13 lik strapilamiz uzunligi 4 metrli 13 lik strapila. Mana ko'ringlar, holati o'ta idealniy holatda. Narxi 65 ming so'm qilib bera olaman uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Reykamiz ham bor. Reykamiz mana ko'rishingiz mumkin. O'ta katta ob'yomda bu ham. Narxi 5700 so'mdan 4,5 ga qalinligi 32 lik bo'ladi uzunligi 4 metrli. Holatlari zo'r, xudo xolasa. Bu yerda 3 metrlik shpuntlarimizdan 9 ga 3, uzunligi 3 metrlik, narxi 40 ming so'm, qalinligini hisobiga bag'i mana karavat sezon. Men buni o'lishlatsam bo'ladi, 40 ming so'm narxi beraman. Bunisi 25 ming, 24 ming so'm narxi beramiz. 9 ga 1 9lik bu. 3 metrlik bo'ladi holat. Mana ko'rishingiz mumkin. Hop, okalar, hamma tovarlarimiz ko'rsatdi, xudo xolasa ko'rdinglar. Ob'yom yetarli. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Manzilimiz aytib o'tganimizdek Namangan shahar Shamshiboy bozorida, okalar. Yangi videolar chiqquncha bir dona like bosib, shunga bir qo'llab o'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.